Assalomu alaykum Dag'da kanali kuzatib boruvchilari. Bugun 2026-yil 29-may Taqadash mol bozoriga keldik. Juma kuni. Assalomu alaykum. Sheliklar neden deb atsiz ates? 10-15 sen deb atirdik. Savdosi bo'lsin ates. Assalomu alaykum. Hayt var mı? Rahmat. Buğday saman, kalkası 20 ming so'mdan. Har 5-chi kun kelasiz-ku. Grabilki var, Durabilkisi bor. dastlabkisi var. 91 dan 91, 386, 64, 65. 386 64 65. Taqadash Nukus qalasida var. Savdosi bo'lsin. Amin. Buna neden bo'latir buna, brat? Assalomu alaykum. Kimniki? Jo'ng'ishqanmi? Bu qayerdiki? Naymanmi, Taqadashmi? Bo'lat savdosi. Uyda bormi? Yo'q. Bo'lat savdosi bo'lsin. Qamchi siznikimi? Tay sen qayerda tay? Elim keldimmi elim? Assalomu alaykum. Qara yaxshimisiz? Mana day indamay o'tir. Qaysi sizniki? Dayondagi meni. Mana kimniki buni? Oy mana o ana bir. Oy, den sog'liqlar. Shukral, nedan deyapsiz bu qovushday? 3,5 dan aytılığı satılığı ne? Atılığı 3. Satılığı 3'ten dip bo'lat savdo. Sizniki qaysi? O meniki meni. O Timka degan meniki, Timka degan bu. Aha, malga bo'ladi-ku. Voy mal qo'yga berna bo'ladi. Telefon nomerni aytday. O 90. 90 dan 777. 777 mi? Aha. 18 91. 18 91. Timka degan. Va 13 so'mdan buni. Timka. 4000 aytib o'tman, kesib beraman. Bo'lat savdosi bo'lsin. Ay, klientlar chibar, klient. Bo'ldi, Xudoy qalasa. Assalomu alaykum day. Tezog'ing yaxshimi? Qalay yaxshimi? Charchamasdan barsizmi? Shukr Allohga. Ne ko'ryapsiz? Qamishmi? Qamishda. Qamish liboy zat alsan 40 qadam bo'lsa amaga ket. Men maslahatim. Indamay bitta o'tiramiz, satqisi kelmay. Assalomu alaykum. Satatmam ham satat deysan ha. O'zi shuncha ko'rib kerak. Sen o sana pul bilan keldi, sen unga borib janilmaysan-ku. Bu neden devatir bu qovush? Neden ketyapti dayı? Assalomu alaykum. Pushten deydi. Savdo. Bil o't ko'p ekan. O'sha apar ketdi. Biz ag'aying kelibdi-ku. Neden devatsan qamishda? 3000 dan deydi. Sen qamishingda qo'zilmaydigan har bozor qamishni qing'ildatib aytib tursan, ko'z tegmasin. Telefon nomerni aytib qo'y. So'raydilar barda endi. Hozircha yo'qda. O'tganda aytding-ku odam. Ayt. Yo'qda uni o'chib ketdi. Ay, birlar so'raydi xizmat deydi. Menga kerak shu o'li ishni o'zimga. Bir diqanlar bo'ladi, uyinda hukumat yurishda. Ayta birsa? 90 dan 90 dan 574 574 83 81. 83 81. Beting tushmaydi, o't tushib yotadi. Savdosi bo'lsin. Bugun o't ko'p ekan biroq. G'avush aytibsan, Xudoy, assalomu alaykum. Qovun qayerda qovun? Qovun endi Xudoy qalasa. Neden deyapsan buni? Barayda bir chaydan beramiz buni. Aha. 500 bo'lsa beraveramiz. 500. 200 Telefonda ayt. Telefon 91 dan 91 dan 371 371 72 84. 78 84 savdosi bo'lsa menga xabarlasa berasiz. Любой момент o't bor. Qana bir qator o'tib keting day, kechirasiz endi sizni qo'zg'ardik. Assalomu alaykum. Neden avatsan shu qadani? 3dan deydi, mayli. Buna neden buna ayaqdan astındagilar? 70 so'm. 70 dan deydi. 100 so'm. 100 so'm deydi. Ana saylab atqani. 6 so'm. 6000 danmi? 6 ming. 7 ming. Ne bilan arzon bo'lib qolgan 6000 degan u? Şimdi shaqqanday bank. Buni yaqlarimiz neden bo'lyapti bundan? Bular manaki 8 mingdan. Bo'ladi, savdosi bo'lsin ates. Har 5-chi kun bo'ladi ates shu yerda Xudoy qalasa. Tushirib oling, ikkinchi talabim benim. Assalomu alaykum. Neden deyapsiz apa? Guruch. Uşağı 3000. Bu yoq nima? 8000 Bu nizat u? Vitamin. Jo'jaga qo'y. 8000 deydi. Bo'ladi. Mana Makka neden bo'ldi? Makka 5000. Makka 5000. Buni ne aralash? Aralashamiz. Omra aka bo'lib ketdi, nima bo'lib ketdi? Assalomu alaykum. Ha?
Sizniki jarma ne demek jarma? 5000 var. 5000. Biday jarma? 4000. Kunjara bar ekan. Jara 7,5. Mana 93000 kaltası. Bolat savdası bolsun. Telefon numarangni aytday. Xatigam bar ekan üstüne. 90dan 577 1883. 1883 savdası bolsun day. Akam aldın mı? Neçe gel? Yesini aldın mı buradan? Ya analardı mı? Burada. Özü niye yaptı? Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yer taraf sürük. Kandaşıp buldu o yer taraf sürmüş şimdi. Lan neçe de batır mı savundu? 25. Pazar neçe verdi? Sen ne giyin kanka balas? 23,5. Valla telefon numarayı da 91 271 91 26. 91 271 91 26. 91 21 takadaştık bugan. Şu numara şurada olduk diyoruz. Şu numarayı zvont etip haberlasa bilesiz. Savdası bolsun. Mana kısır kimdiki? Assalomu alaykum. Ay, so'm aytayotsan day. So'm aytayotsan. Bugün Qurbanlıqning oxirgi kuni go. So'yib söýüp etken. Pazar neçe berdi? Xalqning chiqqani neçe? Gürler 15'te sarat gürler 13 yarımga sarattı. Ya 13,5 jabir go mına. Boladi. 13 yarımga sonra bak. Onda boladi ekan. Buna yaqin. Buna kimdiki? Qaysi seniki? Assalomu alaykum. Jizda. Ya mendim var. Qabirg'aga 2 tash. Assalomu alaykum. Qaysi seniki? Aytlarimni apar. Rahmat. Qaysi so'rayapsan? Aytsiz jizda. Vaqt yo'q. Men so'rayotgan yerim yo'q-ku. Malana malı ko'rdik. Aba sal betib turib, jizdan bir tushuring, Qozog'istongalarga bir salom aytsin. Astagfirullah. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Hayitlaringiz bilan. Jiyan, hayitlaring bilan. Qalay? Bayramlar yildan-yilga yetkizgay. Qaysi bundan nima deyapti bunda? 15 so'm bera qo'y desam, Ha. qiynalib Nechaga chiqdi? 14 yarim. Savun yarg'i. Uni bilmayman. Savun nechaga so'rayapsan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayitlaringiz bilan. Savun nechaga chiqyapti? 30 ming. Balasdan ekan 30 million. Bo'ladi, savdasiz. To'g'alaq jiltirsat necha so'm? Mag'ay zo'r zat ekan bu. Balasdan ekan ya, nechanchi balas? 70. Süt necha litr? 24. Bo'ladi, barakatini bersin, zo'r zat ekan bular. Ko'ka, assalomu alaykum, ko'ka. Necha aytyapsan savunga? Assalomu alaykum. So'ragan necha? Tanikimi, qasharmi? Qashar. Nechaga so'rayaptir? 16 bo'ladi, savdosi bo'lsin. Hop, deb bitib o'tib ketik. Assalomu alaykum. Akam, birinchi tuvi qacharmi? Necha? Qach negiz bu tanikimi? Bozorda eng kichkantay mal shu chiqara. Balasi. Balasi moshinida. Necha deyapsan? 17. 17. Bozor necha berdi? 14 kerak. 4 deydi, savdosi bo'lsin. Assalomu alaykum akam. Aytlarim. Bo'ladi, savdosi bo'lsin. Ma desang o'tib ketgay xudoyim. Bo'ladi 15. Barakatini bersin. Bo'lmasin degan o'ngmasin deydi ata-bobo, bilasan-ku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aytlarim. Necha qilding, day? Yo'q, so'ramadi. 11 million berishdi. Ber. Bermaydi tada. Hayitning so'nggi kuni kelishsa ber. Ayting siz, yana. Barakatini bersin. Mana piyonga birasa jag'i bo'lsa-mi yo? Bozmamni. Siz jaqmisizmi? Qisarma deyman o. Assalomu alaykum. Chechma akam. Necha deyapsan savunga? 25 aytamiz sana. Necha litr suti bor? 5 litr suti bor. Balanizat tanakaga qachar? O'kschi. Buna beli balasi tanaka ekan, beli uzunchaq yaxshi sat ekan.
Bu yoqda da uzun bo'lsa yaxshi-da malni. Ham bulayına ketadi. Bazar necha berdi, ay? 19,5 deydi. Savdosi bo'lsin. Telefon nomerini qo'yingmi? Taqadashdikmi? Hava taqadir. Ayt telefon nomerini, uydan ham so'rab chiqalar burada. Dehqonlar bor o'g'lim. Balasi so'radi. Mutovam qoldim. Qo'l tay. Yaxshi. Taqadash qaysi ko'cha? Ichagim ko'cha. Üçegimmi? O. Bizim ağayının ko'chasi ekan u. Bo'ladi, lichaying 19 turib savdosi bo'lsin. Day, assalomu alaykum. Aytlaring bilan. Yaxshimisan? Qanday deysan? Shukr, necha aytyapsan so'ngga? 50 million aytamiz. Sen ham bir qiyomatdan akalagan ekansan o. Ha, balasin qirizi. Ha, janingdan nechaga so'rayaptir? 9 million 990 ming so'm bo'lsa. Ay, o'ltirding, o'zingni qo'shibpa. Nechaga chiqqanini aytsa xalqqa. Ha? 20 deydi. 16? 20. 20 deydi, savdosi bo'lsin. Sen 49 ga so'rasa o'zing assalomu alaykum day, qalaysiz? Aytlaringiz bilan. Necha deydi Natan aka? 10 deydi. Bo'ladi-ku. Nig'zat ekan biroq 10 ga so'rayapti-ku. Qaniyga basbaq. Savdosi bo'lsin. No, necha deyapsan, assalomu alaykum. 12 so'm aytdim. Aha, ba'zan ishi berdi. 10 million. Bo'ladi, savdosi bo'lsin aja. Assalomu alaykum. 12 bo'laman. 12 bo'laman. Ber. Ochkada chiqdi bermadi. 13 kuch. Hop. Qalay bu? Assalomu alaykum akam. Qalay, yaxshimisiz? Necha deyapsiz buni zo'r tanakayga? 12 so'm, 3 so'm, 10 so'm. 10 so'm. Shu nechaga chiqdi 10 degan? 8 ga. Buni ne? Yaxshi so'ramadim. Buni nechaga so'radi? Men aniq so'radi o'sira bilanga deb. 10,5 deydi. Telefon nomer 91 dan 382 2502 Bahram aka degan. Zvont etaverasizlar. Buni necha deyapti og'ay? Assalomu alaykum, siznikimi day? 15 aytlu bozor necha berdi? 12 yarım deydi. Savdosi. Qayер, Naymanmi? Hamza. Hamza deydi. Telefon nomerini aytib qo'ydi, uydan zo'raydilar chiqadi xudo qalasa. 91 dan 271. 91 dan 271 20 12. 20 12 Hamza aka deydi. Zvont etaverasizlar. Savdosi bo'lsin day. Yolg'iz emassan sen deb. Assalomu alaykum. Necha aytyapsiz? 12 so'm. 12 so'm deydi Natan aka. Bozor necha berdi? O'tisha. 11 dan qayt deyapti deydi. Yaxshi so'rabdi biroq. 8 million. Assalomu. 8 million. Assalomu. 8 millionga so'rayapti. Taqatashda ikki odam bor. Biri Hasanbay. Taqatash emas, Qaralboqda qimmat so'raydigan odam. Rostni aytaman. Ikkinchisi Abishaga. Niboy olib satarlar yeriga ishtsam ham aytaman, shu betni aytaman. Ikkovi ko'tarib boradi, boshqasini bilmayman men biroq. Sinaldi o'z zotlar. Yo, haqiqat. Ko'rding-ku. Apsiga gaz bor. So'rda Hasanbay turadi. O, jashirmayman, Hasanbay tank qura beradigan odam o. 8 ga so'rayapti. Qilad savdosi bo'lsin. Telefon nomerini aytib qo'y. 94 94 dan 986 986 24 14. 24 14 deydi. Savdosi bo'lsin chi. Muhit ağa degan mana. Taqadashning eng sportsmen baybatchalarining biri. Assalomu alaykum. Aytlaring bilan. Qalaysiz Muhammad ağa? Dinsoqlaringiz yaxshimi? Necha aytyapsiz bu tanakaga? 20 so'm aytyapman. Bozor necha berdi? Bo'ldi. Og'ay, qalay dinsoqing yaxshimi? Vallahi oyoqlarim chiravermaydi. Bo'ldi. Adam düşürsəng, bir kecha düşürmə deydi. Qana. Ya, poxi düşüb ketin şu qəbin üçün həmişə. Poxi xit olub jür, Şınbayda xit olub jür bu YouTube'larga düşmə. Neçəyə soradı? Neçəyə soradı, şunu aytsa. Endi eng so'nggi chiqqani. Ayt pələndi 18 deydi. Telefon nomer 90 dan 593 39 39 degan Muhammed degan jigit. So'ray berasizlar, o'zi bir dehqon sportsmen jigit. Savdosi bo'lsin. Qalay. Assalomu alaykum. Buni necha deyapti? Qaysi qanchadan? 15 so'm deymiz. Nima? Bozor necha berdi, day? 13 13 200 savdosi bo'lsin. Telefon nomerini qo'yingmi? Ya telefon shart. Buni yoqni. Buni hozir Aldimmi, apa?
Bereket versin. Neçe versin? Assalomu alaykum. Ha? Assalom. Neçege? 81'ge. Bolat, bereket versin. Ayaklar uzunchaq, yaxshi satagan bular, orqaning oyoqlar. Malni yaxshi saylab, sariyog'idan necha verdik? Onu bilmedi balam. Kararında dokan var mı? Ana farqi bor, ko'rdingizmi? Jambashini qarasangiz, buning jambashini ko'rdingizmi? Partlar. Ha, jambashlarına qarab. Bolat, bereket versin, Hatis. Bugün bazar qaytdi. Qurbonlikqa alinadilar, alinib bo'ldi. Saylaganing mutba ko'ge. Assalomu alaykum. Minsi ko'teraman buni, ya ko'ter. Balonga mine berish. Yo'q, quruga azab. Nedin deb atsam buni? Bunaqtarga men 1 million aytdim. Aha, nedin so'rayaptir. 650. Bolat, seniki arzon bo'lib turib. İhallardan ham arzon qo'rasini aytsangda. Yo'q. Bolat, telefon nomerni aytsa. 33'ten 33'ten 310 95 94. 95-94 Qo'sheldiki любой момент звонить etaversa, ularga eshikka qo'y kerak bo'lsa topib beradi. Savdosi bo'lsin, bereket bo'lsin. Mana nishiga chiqdi apa? 600 mana uni uloqlar. 2 so'm. Qulog'ini tushiraman, betingman sizlar. So'ragani necha? Realmi, bereket bersin. Abaylar buni. Ular bilan qarab tur. No nechaga chiqdi qo'shqani? 3 million 400. Kim so'rayapti? Satqan kim? Bettakil buni bir baklash sut qarzi bor bu odam ma eshkining suti. Assalomu alaykum. Qayganlar qayerda? Qayganlar iydi. Telefon nomerni ayt. Telefon nomer 91lik 91lik 394 394 4187. 4187 qo'y eshki aladam satadam bu odam. Taqadashga nomer ayting bu sizni. Eshki qo'y kerak bo'lsa uyda bor. Bo'ldi, aja. Assalomu alaykum aja. Necha aytasiz? Qo'shqarmay qo'yma. Qo'shqar deydi. Necha so'm aytyapsiz aja? 3 million aytyapti. Baza necha? Ava qurbalikdan qaytdi. Baza necha deydi? 27 deydi. Savdosi bo'lsin aja. Mana yoqni. Assalomu alaykum. Nechaga chiqdi qo'shqaring? Chiqqanini ayt aja. Çıkanaydı. 400 lira var. 4 bo'ladi, savdosi bo'lsin. Abi chiqqanini ayt desang aytib qo'ying, ne beradi? Mana nechaga chiqdi qo'shqar? 47. O'zingga o'xshagan dovday bir zat qo'y. 47 deydi. Bo'yni qarasa, bo'ladi bereket. Nima yo'q? Qo'ygan. 2 deydi bozor. 2 deydi. Bo'ladi bereket. Semiz zat. Ana semiz zat ekan, ava. Nima ne? Assalomu alaykum. Nechaga chiqdi? 48. Qo'shqarmi? Qo'y. 48 ga? Bo'ladi, bereketini bersin. Bereketini bersin. Qo'zlar ne? O'zi yegidan Taqadashdikmi? Qo'zil 2,5-dan. Bo'ladi, savdosi bo'lsin. Ya bo'ladi mi? Mana bizim ajag'am bu. Nedin deb atsan aja? Biz. Biz Sen ayt otur. Aha. 3,5'dan so'rayaptir buni. 3,5dan so'rayapti. Bärim bir yerden. Qo'yma. Shuyda qo'shqar ekan. 10 milyon 500 ga so'rayaptir shu. 10 million 500 ga. Yaxshi ekan bo'yi bilan. Savdosi bo'lsin aja. Mana appak magan qusagan appak qo'yning ishi bo'ldi buni. Qo'shqarmi qo'yma? Ishiga so'radi. 30. Ana uni qo'shqaring ne? 42 deydi. Bo'ladi, bereket bo'lsin. Qayerda ketdi? Taqadashmi? Telefon nomerni ayt, uydan so'raydilar bor-ku. Bo'ladi. Qayerda kelsin? Savdosi bo'lsin. O, bizning do'stim kelibdi-ku. Assalomu alaykum. Nedin deb atsam bular? Qo'zlar. Bu 27 ga chiqdi. Ana uni 25 ga. 25. Mana uni buni. So'yislikda mi? So'yislik. Assalomu alaykum. Aha, assalomu alaykum. Ishi aytlaring bilan 3,5 million aytyapmiz. bo'ladi. Qaytib beramiz. Tavoladik uydan ham. Telefon nomeringni aytib qo'y. 93 488 28 arjag'ында qo'ylar ham bizniki. Ber, hurmat. Ularga da 3,5 milliondan aytamiz. Bo'ldi. Qo'y eshki любой момент tavolat. Pritsepdagida senku bu. Ava, bu qo'zlarga 3 milliondan aytiladi. Bo'ladi. Eshiklar ham bor. Bo'ladi, savdosi bo'lsin zarzada. Mana yoq kimniki, mana yoq? Mana yoq kimniki? Necha aytyapsan ko'ka? Assalomu alaykum. 4,5 aytadir. 4 bo'lsa berib beramiz. Yerga qo'zisi var. Bo'ladi. Ademi. Bereketli bo'lsin. Mana yoqmi?
Bu 4'ge satıldı al. Qo'shqar mı? Qo'y. Qo'yma. Bilshiqday zat ekan o'zim. Ha, palovliq bo'lib Ha, turibdi. 4'ge satıldı o. Taqatash qo'ydi qayoq? Takataş. Telefon nomerni aytib qo'y, uydan 90'dan 90dan 574 23 23 574 23 23 qaysi ko'shi? Qazaqa ol. Qazaqa oldi. Savdosi bo'lsin ko'ga. Amin aytqanimiz. Üçü bir yeri bo'lganda shumaq qayerda? Shumaqniki mi bu? Bizniki. Qaysisi seniki? Bari bizniki. Qaysi mama papasi degandek. Buna ananiki, buna bunaniki. Mana mana irisini ishi deyapsan. Ya bunaniki, bunaniki. Mana 6 aytyapmiz, qaytib beryapmiz. Aha. Nechaga so'rayapti? So'rayapti. Mana ne mana? Buning balasi ana. Ana. Ava. Necha deydi uni? 6 aytyapti. Bo'ladi. Qo'zing nechaga chiqdi ana bir o'zi turgan? 12 million bo'lsa bergin. Bo'ladi. Bereket bersin. Savding. Mana kimniki mana jiltirab turgan. Qaysi 23 deydi? Assalomu alaykum baba. Qaysi shu? Al deganda qayer bor, aling. Bugun qaytding so'ng kuni. Bugun o'tib olsin, keyin arqayni aytib savdolasa beramiz. Bugün alayverin, bereketin bersin deb. Neden aytyapsiz bularga? Apa? 800, 1 milyon. 850 deydi. 1 milyon aytyaplar ekan. Savdosi bo'lsin apa? Mana necha deyapti buni? Takama sarkama. Satilmaydi ekan, qura akibdi. Benzinni jo'ytib 12 so'm. 12 so'm. Ko'nimay akamiz qo'y bizning taqadashni. Bayvachchalari. Nechaga so'radi Ko'nimay aka? So'raganda berdi. 11 ga berdim. Savdosi bo'lsin. No nechaga chiqdi? Serkema? Urg'oshi deydi, 14 ga deydi. Savdosi bo'lsin. Qana mana uloqli eshik bor ekan-ku, tavulmayadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana qanday ovulniki ya Pokistonmi? Marusiyan. Belorusiya? Marusiyan. He. Marusiya deysanda mı? Balasi Balası urg'ochmi? Urg'ochi. Bo'ladi. 5 milyon aytiladi, qaytiladi. Nechaga so'radi? Hakim so'rayapti. Yo'q, zo'r zat ekan. Telefon nomeringni ayt. Uydan so'rab qol. 90dan 94lik 881 881 80 88. 80-88 deydi. Savdosi bo'lsin aka. Al kanalimiz a'zolar podpisatsiya etmaganlar podpisatsiya qilib qo'yinglar. No nechaga chiqdi ular bu? Ha? 19 deydi. Balasi tekemi urg'ochma? Bo'ladi, bereketin bersin. Al kanalımızga yetib boruvchilar podpisatsiya qilib qo'ying, hozir bo'lgan like bosinglar, kommentariy yozib, kamchiliklar bo'lsa bugun taqadashma bozoriga keldik.